Selam dostlar. Jejit'te demek şehrimizge turistlar yol tuta. Sizge de qonaqqa dostlarınız, yeyse apa-abıyınız kelsa, mine sizge turistlar için Qozonda qiziqli bo'lgan top 5 o'rin ketdik. Birinchi obyektimiz Qozon kirmani. Bunda Qozon bilan birga ikki buyuk xalqning tarixi boshlanadi. Istalikli o'rinlar da bek ko'p. Masalan, Rossiyadagi ham Yevropadagi eng tanilgan masjid Qul Sharif masjidi, memorial binolar ham muzeylar. Kelasi o'rin Uram Extreme Parki. Do'stlar, ham bugun men naq shu parkda. Uram parki Rossiyaning eng zo'r ekstrem parki. Onda 8 zona bor. Skate park, pump track, workout, ham parkour uchun maydonchiqlar, trening zona, air zona, ham streetball parki. Uchinchi o'rinimiz Milliy kitobxona. Bunda sizni yoqti zamonaviy o'quv zallari, zo'r ekranli konferensiya zallar, ko'rgazmalar ham bolalar zali kutadi. Ham kitobxonaning buyuk derazalarini yor bo'yina bek motor ko'rinish chiqa. 4-chi o'rinimiz eski Tatar bistasi. Bunda siz burungi masjidlar bilan tanishib, milliy kuylar tinglay, baxit yilmaysa, ozon duosini eshita olasiz. So'nggi o'rinimiz Qo'bon ko'li. Tataristonning eng zo'r ko'li, boshqalabis Qozon shaharining Idil ilg'asi o'rnida o'rnashgan. Maydoni 186 gektar bo'lgan ko'l turida rivoyatlar da bek ko'p. Do'stlar, bugunga mana shular edi. Qaysi o'rin sizga ko'proq yoqadi? Yozing'iz. Bugunga sog' bo'ling'iz.